Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 16-yanvar 2026-yil Gazablok seximizda Gazablok kanallarimizga yangi chiqqan gazabloklarni biz videosini obzor qilib beryapmiz. Tashqari tomonda tashqarida Farg'ona viloyati Yozyovon tumaniga 16,5 ming so'mdan gazablok yetkazib beryapmiz. Buni ham ko'rsatib beramiz. Mana bu shu bugunga chiqqan gazabloklar. Bemalol ustiga chiqsa bo'ladi. Hech qanday bir nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi ustiga chiqsa gazabloklarimiz. Ajoyib bo'lgan holatda burchakları 20 ga 30-60 gazablok. Bu tomonda yuqorilarga gazablok quyilishga tayyorlanayotgan jarayoni Yasin 550 markadagi sementlarimizdan quyamiz. Har bitta mana shu bitta qolipda 12 tadan g'ish chiqadi. Endi shu videoda ko'rinib turibdi, sanab o'tsa ham bo'ladi. Shu 12 ta g'ishga mana shu Yasin 550 markadagi sementdan 110 kilo qo'shamiz. Bu degani har bitta g'ishda 9 kilo 100 dan sement bor degani. G'ishimizning vazni 20 kilodan oshiqroq. Qattiqligi, mustahkamligi juda bir ajoyib holatda. Tashqari tomonda xohlasa shu Farg'ona Yozyovonga yuklash jarayoni ketyapti. Gazabloklarimizni ko'pchiliklarimiz yurtdoshlar telefon qilishyapti-da. Bu hop bunaqa ushlaydimi deyishyapti. Yo'q. Gazablokga miq ushlaydigani bo'lmaydi. Kim gazablokga miq ushlaydi? Mana miq qilib qo'ysa shundoq turadi desa, bu noto'g'ri. Gazabloklar miq ushlamaydi. Har bitta mana shu gazablokda, o'sha hozir aytib o'tganimda, har bittasidan 20 ga 30-60 bo'lgan gazablokda 9 kilo 100 dan sement, qolgani 10 kilo 400 dan oshiqroq bo'lgan qumi bor. Har bitta gazablokdan shu qum bilan sementdan tayyor bo'ladi. 550 markadagi sementdan. Gazabloklarimiz ko'rinishi ajoyib holatda, 20 ga 30-60 o'lchamda butun vodiy bo'ylab 16,5 ming so'mdan dastavkasi bilan yetkazib beramiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, eski 90-avtobaza.